Yoshlik qizdagi eng qiziqli voqea nechik bo'lgan? Suva tushmakka borasiz-ku ina. Ne deysangiz, qishloq deysangiz, to'g'rimi? Unda konkret borgansiz. Suva tushmakka borgan vaqtlarimiz baliq qo'l bilan tutib ko'rganmisiz? Ko'pa bosishma deydi. Baliq tutib yurdik. O'rdaklar suzib yurtdi-da. Keyin bir jo'ratda shu o'rdaklarning egasi yo'q, ikkita limoni dedi-da. Mana bir o'rdaklarni ko'tarib chiqib ketib yotdi-dan suvdan. Aytasim yo'q, lekin nog'a uni yo'lda bilinmay ish qilib bordimdan men ham bir o'rdak qistimdan qaytdim uyga. Uydagilar xori yo'q u narsada. Uzumni teyina boylaganman, o'rdakni boylab qo'yibman. Uzum teyina. Og'zidan boylanma, g'oq etmaslik kerak-ku. Keyin ko'chada yotaman shu vaqtda. Ozoddan jo'ram edi shu. Ozoddan jo'ram ozon bilan keldi-dan, dong bilan qo'limda o'rdak, unam og'zini streshlab uni urib tashlandi. Jo'ra dedi. O'rdakning egalari bor ekan, bizlar militsiya yozib berdi dedi. Uni olib borib kelali dedi. Uxu ustunga uni yo'q taqib borsan, yesam aytdim. Gitdi. Uning yanki gaplab ketdi-da, men miyama. Uxu yemayapti-da, o'rnimdan turdimdan o'rdakni qistimdan piyodalab suv tushgan tarafima qarab borayotirmaydi. Bir üzüm bardım ax. Suva yuvarayotgan yerimda ana o'g'ri shu o'g'irlabdi degan ses keldi-da. Menga qo'yib qaçdım. Dumboshgacha bugun ringlarni tam